Servisdagi barcha aytganlaringizdek bo'ldi. Boshda ishonmagandim. Endi baribir hamma odamda shubha bo'ladi. Servis ichida yotoqxona, kutib olish, CV hammasi bor edi. Bir hafta ichida ish topib. Yoshingiz nechida? Yoshim 18. 18 da bo'lib. Bundan CVni tarqatib, onlayn apply qilib, nima qildim. Shu bir haftaning ichida ish chiqdi. Hozir men ham o'rtog'im bilan GBRda ishlayapman. Assalomu alaykum, hammaga yaxshi kayfiyat. Bilasizlar, Dubayga kelmoqchi bo'lganlarga yordam beramiz. Kutib olib, uy-joy, shunga o'xshagan servislar qo'yganmiz. Shu servisdan ikkita ukamiz kelgan. O'sha ukalarimiz bilan hozir qisqacha suhbat olamiz, chunki ukalarimizda yangilik bor aka deyishdi. Shunga mana keldik. Bu Sardorbek ukamiz, sog'lig'ingiz yaxshimi? Lazbek, charchamayapsizmi? Siz yemisizlar mana. Ukalarimiz kelganiga Dubayga ko'p ham bo'lmadi, hali bir oy bo'lmadi, lekin ish topishdi. Uka, qachon bo'ldi kelganingizga? Kelganimga 15 kun atrofida bo'ldi, 11-sentyabrda. 11-sentyabrda keluvdingiz. Siz-chi uka? Men 15-sentyabr. 15. Hozir 3-oktyabr, to'g'rimi? 3-oktyabrda уже ishlashyapti ukalarimiz, to'g'rimi? Ishga kirdinglar. Endi boshda rosa qiziq menga. Misol uchun ko'pchilik bilishadi. Dubayga kelgandagi servis haqida nima deysizlar? Sizlarni kutib olish, va'da qilingan narsalar bo'ldimi, bo'lmadi? Birinchi Lazbek ukamizdan boshlaylik. Servisdagi barcha aytganlaringizdek bo'ldi. Boshda ishonmagandim. Endi baribir hamma odamda shubha bo'ladi. Servis ichida yotoqxona, kutib olish, CV hammasi bor edi. Hammasi o'zim o'ylaganimdek bo'lib chiqdi. Xudoga shukr, kelganimga 16 kun atrofida bo'lgan bo'lsam, 2 kun shahar aylandim. 3-kundan CV tarqatib, bir hafta ichida ish topib, kirib oldim. Servis yaxshi. Ya'ni 3 kunda. Hozirgi sohangiz restoran sohasidami? Restoran sohasida, marinada, GBRda. Yoshingiz nechida? Yoshim 18. 18 da bo'lib. Boshlanishi yaxshi. Yaxshi. Siz-chi uka? Endi siz haqingizda ham ayting, mana shu servis haqida ozgina. 15 kun atrofida bo'ldi. Men o'sha sizni YouTube'da ko'rib yurardim, servislaringizni. Ishonmasdim umuman. Keyin Allohga tavakkal qilib bosdim. Endi ishonchli hammasi. Keldim, aeroportdan kutib olish, kvartiralar, CVlar tayyor bo'ldi. Mana 2-3 kun shahar aylanib, keyin 3-kundan CVni tarqatib, onlayn apply qilib, nima qildim. Shu bir haftaning ichida ish chiqdi. Hozir men ham o'rtog'im bilan GBRda ishlayapman. Ya'ni ikkovlar birga ishlayapsizlar. Birga ishlayapmiz. Bir hafta bo'ldi ishlayapmiz. Ish yaxshimi? Nima deysizlar? Ish yaxshi. Yoqyaptimi? Soat atrofdan bizga yoqdi. Sizgachi? Ish yaxshi akajon. Agar shu mehnatni O'zbekistonda qilgan mehnatimni Dubayda qilsam agar 2 barobar 8 yoshda. Tamam. Ketdan haylanamiz, ketib olishim kelsa. Ya'ni 2 barobar daromad yuqori olyapsiz, to'g'rimi? Shu mehnatingizga. 8 yoshda 2 barobar. Kelmoqchi bo'lganlarga nima tavsiya berasizlar? Mana o'ylanib, sizlarga o'xshab ikkilanib turganlarga nima o'zingizlarda tavsiyalar berasiz? Til bilgan, til bilmaganlarga ham aytib o'tkazsanglar yaxshi bo'lardi. Endi tavsiya beramizki, gap avvalo odamning o'zida. Agar o'zida ishonch bo'lsa, harakat qilaman desa agar kelsin. Masalan, Dubay o'z bilganingizdek rivojlangan davlat. Ishchi kuchi kerak albatta. Ish topiladi. Birinchi o'rinda odamning o'ziga ishonish kerak. Siz nima deysiz mana uka? Maslahatim, ingliz tilini bilgan odamlar o'ylanmasdan bosaverish kerak ishni. Kelib qolsa, savobini qilsa, natija bo'ladi. Cho'chimaslik kerak. Mana shuni maslahat beraman. Ko'rdinglar, o'ylaymanki bugungi videoyimizdan shuni xulosa qilamiz. Ya'ni Allohga tavakkal qilib, ukalarimiz mana o'zini mehnati bilan o'zlari bir ish qidirishib, tavakkal qilib shu yerga keldi va natijasi bo'ldi akalar. Inshaalloh agar sizlar ham ikkilanib turgan bo'lsanglar, kelmoqchi bo'lsanglar, bemalol yo'lga chiqib kelsanglar bo'laveradi. Bu yerda nr-uzastro deb yozsanglar, Telegramimga bemalol murojaat qilishinglar mumkin. Mayli, kelasi videoda ko'rishguncha, xayr.